Bilasizmi, biz aslida mehrni sotib olamiz. Bolalarimizga sovg'ani eng zo'rini qilamiz, mani yaxshi ko'rsin. Aka-ukalariga mana o'ziga yo'q bo'lsa ham aka-ukalariga beradi. Nimaga beryapsan desa, mani tan olishsin deydi. Aslida tan olmaydi buni. Mana ichida bunaqa qilsangizga, "Ne, men просто buni qilyapman. Men ular meni akam, ukam, singlim, opam bo'lgani uchun qilyapman, потому что men ularni yaxshi ko'raman." Yaxshi ko'ramanni tagida nima uchun men doim o'zimda qolmasa ham ularga oxirgi pulimni berishga tayyorman degan narsada tan olinglar mani. Men shu orqali isbotlayapman, men shu orqali sizlarning mehringlarni sotib olyapman degan narsa yotadi-da. Bu og'ir bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham tushunish va tan olish kerak bo'lgan haqiqat bo'lishi mumkin. Balki kimgadir boshqa hammada emasdir, lekin aksariyat hollarda bu shunday ishlaydi. Xuddi shunaqa onamni umraga jo'natsam deydi. O'zida yo'q, o'zi qiynalyapti. O'zi oxirgi pulini bir amallab tillasi taqinchog'ini sotib, onamni umraga jo'natsam, nega? Tan olsin meni yaxshiligimni. Hamma bolalarning ichida meni ko'zi ko'rsin degan narsa bor-da. Ya'ni buni ortida ham nima bo'ladi? Onamni mehrini sotib olyapman.